Hop, bugungi video xodimlar va menejerlar ko'rib o'tamiz. Qanaqa boshladik. Akkaunt bo'limiga o'tib olamiz. Bu yoqda xodimlar degan bo'limga kiramiz. Mana bu yoqda mana oyna ochiladi. Bu oynada ikkita user bor. Ikkalasi ham seller. Qanaqa bilaman desangiz, bu yoq burchakda ikkita va tepada admin va sotuvchi degan anaqa bor. Yozuv bor va ularga biriktirilgan ikonkalar bor va bu burchakda chap tarafda ikonkalar qo'yib qo'yilgan. Shu ikonkalarga qarab turib bilaman ularning kimligini. Agar boshqacha ikonka bo'lsa, u admin bo'ladi. Va bu yoqda 3 ta nuqtani o'chirib olsangiz bo'ladi. To'liq ustiga bostirib kirib ko'rib olsangiz bo'ladi. Va pastga tushsangiz, ishchida kunlik nechta sotgan, haftalik nechta sotgan, oylik va yillik nechta sotganini ko'rsangiz bo'ladi. Va bu yoqda ma'lumotlari, ish vaqti boshlanishi, pasport seriyalari va telefon raqamlari va hokazo. Hop, qo'shish. Plus tugmasini bosamiz. Bizga oyna ochiladi. Bu yoqda mana hamma maydon to'ldirib chiqasiz. Agar to'ldirilmagan maydonlar bor, uni hozir tushuntirib o'taman video ketmay-ketligida. Hop, birinchi rasmdan boshlaymiz. Hop, rasmni bosamiz va user tanlab turib obraziyatni bosamiz va ism familiyaga Sharaf va yoshiga 18 deb qo'ydim. Erkak, ish vaqti o'zingizlarning ish vaqtini kiritasizlar. Necha ish soatchi? 8 dan 11 gacha misol uchun. Hop. Endi pasport seriyasini sizlar to'ldirishingizga kerak, o'zingizga kerak bo'ladigan narsa. Jish seriyasini yozasizlar, telefon raqamini. Hop, endi bu yoqda shahar, rayon, mahalla, ko'cha, uy va raqamni qamalganmi yo'q, oilalikmi yoki yo'q. Bularning hammasi yonida bitishga turibdi. Bu bitishani agar bossangiz kiritish shart bo'lmaydi. Bosmasangiz kiritish shart bo'ladi. O'shaning uchun bitishani bosib chiqaman. Siz xohlasangiz kiritib chiqing, xohlasangiz kiritib chiqmang. Kimdir kerak, kimdir uchun kerak emas. Oyligi 1.200.000. Hop. Kipay, misol uchun do'konda kipay beriladi, misol do'konda kipay beriladi, misol uchun kipay deb qo'yiladi. Hop, login va parol. Hop, login va parol chiqatda bo'lmagan login va parol bo'lishi kerak. Bu bizning serverimiznikida, misol uchun har xil nom bersangiz bo'ladi. Loginga faqat bitta nom berishingiz kerak. Keyin bunaqa nom boshqacha bera olmaysiz keyin. Yana boshqadan yaratsangiz bera olmaysiz yoki boshqa yuzerlar bera olmaysiz, yoki boshqa yuzerlar berib qo'ygan siz bera olmaysiz. O'shaning uchun boltami, tishami yoki narvammi ismi bilan misol uchun Nodir bo'lsa, Nodir ismi bat bo'lsa 1 2 3 qilib qo'ysangiz bo'ladi yoki Nodir chiziqcha deb qo'ysangiz bo'ladi. Har xil hokazo. Misol uchun Nodir deb qo'yaman, mana bukka bosaman. Parolga birinchi aytayotganingizda xohishki 8 tadan kam bo'lmasligi kerak va u juda qiyin bo'lishi kerak. Misol uchun men oddiy aytib qo'yaman. Endi u siz qilishingiz kerak. Nimadir 1. Hokazo. Endi pastda siz bezovta qilmaslik uchun mahsulotni sotilgan mahsulotlarni ko'rish va ko'p sotilgan mahsulotlarni ko'rib turish va hokazo. Sizni o'rningizga qilingan ishlarni sotuvchilarni tekshirib turish, nazorat qilib turish, mahsulotlar kelganini qo'shib turish, o'chirib turish, nimaga qaytib kelyapti ko'rib turish. Shularni faqat menejer sifatida agar menejer qilmoqchi bo'lsangiz, bu yuzerni bitishga berib qo'yasiz. Menejer qilmoqchi bo'lsangiz, bitishga bermaysiz. Agar bitishga bersangiz menejer bo'ladi, bitishga bermasangiz oddiy sotuvchi bo'lib qoladi. Men hozir bitishga qilaman. Ishchi yaratish tugmasini bosaman. Yaratildi deyapti va bitta chiqib turib, yangi deyman bitta. Mana pastda ko'rasizmi, ikonkasi ham boshqacha. Bu menejerligini bildiradi. Bo'ldi, shu video qo'llanma. Bugungi video qo'llanma shu edi. Ko'rganingiz uchun rahmat.